Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, kitobxonlar. Mana bugun biz Sho'rchi shahar kutubxona axborot resurs nima edi? Axborot kutubxona markazida turibmiz, kutubxonasida. Yozuvchimiz, shoirimiz Xushbog' Rahim haqida suhbat o'tkazamiz. She'rlari aytiladi, o'quvchilarimiz tayyorlab kelganmiz. Men bu kutubxonaga Xushbog' Rahimning hamma kitoblarini sovg'a qilganman. O'quvchilar foydalanyapti. Bizning 18-maktabda ham Xushbog' Rahimning juda ko'p kitoblarini o'quvchilar o'qiydi. Ko'rgazmalar tashkil qilganmiz. Har tug'ilgan kunlarida tadbirlar o'tkazib boramiz. Xushbog' Rahim haqida. Yozuvchimiz Xushbog' Rahim Surxondaryo haqida, Dalvarzintepa haqida, Dinov, o'zimizning Sho'rchi tumani haqida, Bobotog'lar haqida, Dalvarzintepalar haqida, umuman hamma Surxondaryoning boringki hamma narsasini kuyib, yonib yozgan. Yoshlarimiz bilsin, o'rgansin deb. Kitoblarni o'qingizlar. Mana hozir men yozuvchi shoirimizning Ko'kdan tushmagan kitoblar degan kitobini shu kutubxonaga yana sovg'a qilmoqchiman. Kim oladi? Keling. Mana hozir men bu Ko'kdan tushmagan kitoblari degan kitobidan Tasalli degan she'rni o'qib bermoqchiman. Tasalli. O'tirib olsam maylimi? Tasallidan bolalar yayrab, ko'ngil qiqir-qiqir kuladi. Shu tasalli yetmadi bir kun, katta odam chinor quladi. Shunda bildim, qoyalarni yel, po'latni nam zanglar yemirar. Tasalliga muhtoj yurakni og'ir-og'ir g'amlar kemirar. Shunda bildim, og'ir damlarda tasallidan chekinadi g'am. Shu fazilat bo'lmasa sizda orangizdan ketadi odam. Xushbog' Rahimning kitoblarida hamma buyuklar haqida yozilgan. Buyuklarimiz haqida yozilgan. O'zbek, tojik do'st nima edi? Kitob nomi Dilnoz? Tojik do'stim o'zbegingman kitobida ayniqsa do'stlik haqida, hamma buyuklarimiz haqida juda chiroyli yozilgan. Bu kitoblarni o'quvchilarga yana ham o'qishlariga tavsiya qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.